Hammaga assalomu alaykum. Hozir sotuvga bitta mashina bor. Hozir ko'rsatib o'taman. Kecha oldim bu mashinani. Mercedes GLS 450 individualniy komplektatsiyaga. Hozir individualniy bo'lganini ham tushuntirib beraman sizlarga nimadan. Mashinaning narxini ham birdan aytib o'taman. Buni narxi 129 ming AQSh dollar. Ko'plar oxirgacha ko'rmaydi videoni, srazu kommentariyaga yozadi yoki lichkaga yozadi, aka nech pul narx deb. Men srazu aytib o'tib, 129 ming dollar. Mashin 26 mingta yurgan, 2024 yili. Endi ketdik. Nima uchun komplektatsiyasi individual. Mana bu rangi o'zi 5 ming 4 ming dollar turadi. Alpine Grey degan rangi. Konfiguratsiyaga kirib, bemalol ko'rsangiz ham bo'ladi. Shuni qoradan shuni Alpine Grey'ga o'zgartirsangiz, srazu 4 ming 5 ming qimmat bo'ladi mashina. Ikkinchidan bu mana bu Distronic bor. Distronic bu koreyskiy mashinalarga bo'lmaydi. Даже o'zimizga